Muzdekkina mazali kuksi tayyorlaymiz. Bismillah deb go'shtni salomka qilib to'g'rab olamiz. To'g'ralgan go'shtni 1 osh qoshiq shakar va 1 osh qoshiq soya bilan aralashtirib marinovka qilib qo'yamiz. Karomni yupqa salomka qilib to'g'rab, tuz, shakar, paprika solib mijg'ib qo'yamiz. Bodringni ham parrak qilib to'g'rab, ustiga shakar, paprika, maydalangan kashnich urug'i solib aralashtirib qo'yamiz. Pomidorlarni ham to'g'rab olamiz. Kapustani suvini ajraladi, suvini siqib, chesnok maydalab solamiz. To'g'ralgan ukrop ham esdan chiqmasin. 2 tuxumga o'simlik yog'i va tuz solib aralashtirib, tovani qizdirib quymoqlarni pishirib olamiz. Endi marinovka bo'lgan go'shtimizni oldindan yog' solib qizdirilgan tovaga solib qovuramiz. Tuz solib aralashtiramiz va krishkani yopib dimlab qo'yamiz. Kuksini xamiriga tez tayyor bo'lishini xohlasangiz, menga o'xshab qaynoq suv va keyin muzdek suv solib 15 minutga ivitib qo'yamiz. Endi kuksini mazali suvini tayyorlaymiz. 1,5 litr qaynab sovitilgan suvga tapga qarab 1-1,5 osh qoshiq tuz, 1 osh qoshiq shakar, 1,5 choy qoshiq uksus, 4 osh qoshiq soya solib aralashtiramiz. To'g'ralgan ukrop va mayda salomka qilib to'g'ralgan bodring aralashtirib xolodilnikka solib qo'yamiz. Pishirilgan quymoqlarni ham videoda ko'rsatilgandek to'g'rab olamiz. Endi idishga tayyorlangan kuksi xamiridan ozgina solamiz. Hamma tayyorlab olgan mahsulotlarimizdan ustiga solib chiqamiz va o'rtasiga pishirib olingan go'shtni solib, tayyorlab olingan suvidan quyib, ustiga qovurilgan kunjutdan sepamiz. Mazali muzdekkina kuksimiz ham tayyor. Bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'ring.